Olimlarning aniqlashiga qaraganda, onkologik kasalliklarning 98% insonlardagi xafagarchilik, kechira olmaslik kabi xotiralarni va bu xotiralarni umuman unutmay, qayta his qilish, ya'ni unutolmay eslab yurish sabab bo'lar ekan. Va hatto onkologik kasalliklar nasl surishi. Bu esa ularning ajdodlarida bor bo'lgan xafagarchilikni, o'sha unutolmagan xotiralarning ham energiya quvvatini naslga ta'sir qilishi sababli ekan. Onkologik kasallikka uchragan insonlar avvalambor o'zining hayotida chuqur iz qoldirgan ana o'sha kechirilmagan voqeani qayta yashab o'tishi va u insonlarni kechirib qo'yib yuborishi lozim. U doimo men o'tmish bilan xayrlashaman. Men ularni kechiraman va qo'yib yuboraman. Men bugunim bilan yashayman. Allohning menga bergan ne'matini, hayotni va hayotimdagi hamma narsalarni sevib qadrlayman deb aytib yurish lozim.